Bloger Timur Alixanov va Farida Marimova yangi uyga ko'chib o'tdi. Ular bu quvonchli lahzani obunachilar bilan baham ko'rdi. Yangi uy bo'ylab virtual sayohat uyushtirilib, xonalar, interyer va umumiy muhit namoyish etildi. Videoda yangi uy keng, yorug' va zamonaviy uslubda jihozlangani ko'rinadi. Havas qilgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Instablogger O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva 2025-yil natijalari aks etgan videosi ostiga negativ izoh yozgan kuzatuvchilarga murojaat yo'lladi. U bobosi siyosatchi bo'lgani uchun u ham jiddiy yo'nalishda faoliyat yuritishga majbur emasligi va har bir inson o'zi sevgan ishini qilish kerakligi haqida mulohaza yuritdi. Xorazmlik xonanda Sevinch Ismoilova ham yilni maroqli dam olish bilan boshladi. U boshqa hamkasblari singari ta'tilda xonanda yangi yilni Tailandga sayohat bilan qarshi oldi. Quyosh, dengiz va tropik muhitdan hordiq chiqarayotgan Sevinch Ismoilova dam olish lahzalarini muxlislari bilan bo'lishdi. Xonandaning muxlislari videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sari xabarlar hali oldinda.